Ko'pchilikning menga keladigan xati. Amerikaga qanday qilib viza olsam bo'ladi? Amerikaga qanday yo'li bor? Imенно viza sohasida shunaqa holatlar bor. Amerikaga ketmoqchimisiz? $10,000, $15,000 viza qilib beramiz. Mani konsul tanishim yoki konsulstvada men ishlayman degan toifalarga duch kelamiz. Endi bu qalloblarni tuzgan strategiyasiga qarab. Lekin bir narsani aytib o'taman. Amerika viza olmoqchi bo'lgan insonlar sizlar birinchi o'zingizlarni personalniy, ya'ni shaxsiy informatsiyalarga qaraysizlar. Shaxsiy informatsiyalarni kelib chiqqan holatda bizdagi konsaltingni nimani ishlaydi? Sizni shaxsiy informatsiyangizni ko'rib, sizga qay darajada vizaga topshirsa bo'ladi, qaysi toifada topshirsa bo'ladi, mana mashlarni belgilaydi. Shuning uchun ham biz hujjatni to'plash bo'lim xizmati bilan shug'ullanamiz. Lekin bu narsani bilmay, sizga kimdir va'da bersa $10,000 bo'ldi, viza olasan $5,000 yoki aytaylik oddiy odamni san zubnoysan, sani zubnoy qilamiz, tish doktori qilamiz desa, bunaqalarga ishonib o'tirmang. Grand Visa kompaniyasi 10 yildan beri ishlayapti. Bu maqtanish tariqasi emas, bu sizlar bilan men 10 yillik tajribamni fikrini bo'lishganim hisobi bo'ldi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariy yozamiz va do'stlarga jo'natib qo'yamiz.